Ushlasam og'riyapti, mana shu yerlar ishib ketgan. Kodda ishton yo'q, Yevropada deb qo'yamiz. Bizlar uyquga to'ygan yo'q. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Joninglar sog'mi? Sog'-salomatmisizlar? Xudo xolasa yukimizni tushirib bo'ldik. Oxirgisini mana shu avtosalonga Opel avtosalonga yukni tushirdim. Mashina bo'm-bo'sh. Hozir borib, xudo xolasa 4 ta mashina yuklayman, 4 ta bus yuklayman. Busik bo'ladi, hali mikroavtobus oldingi videolarimda qo'yganman-ku, o'sha 8 ta odam sig'adigan. Shunaqa bus yuklayman. Hozir Belgiyadaman. Fransiyani chegarasiga yaqin joyda. Chegarani qaranglar, atmosferani. Mana shu bomba bo'yotibdi. Atmosfera. Xudo xolasa bitta borib Fransiyadan Maldebao'mi bir shaharni ham otini bilmayman. O'sha yerdan borib 4 tani yuklab Germaniyaga olib boraman. Xudo xolasa Germaniyadan keyin yana zagruzka bergan Mercedes yuklab hozir Germaniyani anu shahriga boraman. Oti nima? Gamburg shahriga boraman. Xudo xolasa chiroyli tabiatdan, xudo xolasa qisqa qilib boraman. Polni jarayonni ko'rsataman endi. Inshaalloh yo'lda ketayotganimni, mashinamni yuklayotganini hammasini harakat qilaman videoga sig'dirishga. Sizlardan abdushi padeshga like qizg'anmanglar tog'alar. Onasining emizin shu like'da bor-ku. Odamlarga tarqaladida, u tarqalishi yaxshi bo'ladi tog'alar. Mashinaning ichiga kirib gapiray. Tog'alar, bu like so'rayotganimiz sababi bor. Men Instagramda kuzatayotganlar biladi. Hayotda like so'ramagan. Umuman bitta agar videoda mana bitta like bosinglar deb so'rabsiz desalaring, $100 beraman topib bergan odamga. Men biror marta like so'ramaganman. Prosta mana u haromi astag'firullah. YouTube'da algoritmi shu like bilan yaxshida tog'alar. Onasini ko'ryapsizlar. Men o'zim ham ko'p video ko'raman. Like bosinglar. So'ragan odamga naborot boskim kelmaydi. Avval desvet qil, o'shanga yarasha bir nimani ko'rsat, keyin deydi-ku. Lekin hozirdan so'rashimiz sababi meni aktivim YouTube'da unchalik zo'r emas. Aktivim hali tushib ketgan, o'shaning uchun bir rasprostranit qilib, bale tarqatib, o'zi algoritmi tarqatib tashlaydi-da. Like'lari ko'p bo'lsa, kommentariyasi ko'p bo'lsa, ha bu zo'r ko'rilayotgan ekan degan ma'noda YouTube'da o'zi tarqatadi. Unga qiziqib tog'alaring, ya'ni men zo'r videolar beraman-da sizlarga. Mana qaranglar, bitta Ray-Ban ochki bor, bitta Insta 360 gradus. Bu tabiatda xudo xolasa bu kamerani qaranglar, arujonni turibdi. Yoraman deb turibdi. Xudo xolasa vaje udarni qilamiz. Mana yerda bechora ani nimani qaranglar, mana uni oti nima edi? Dronimiz ham ishlar. Like yo'q, aktiv yo'qligini sababidan men ja qiziqishim zo'r bo'lmayapti tog'alar. Bosib tashlaylar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Hozir men videoni ketayotganimda boshlayman yana. Akalar, yo'lga chiqyapmiz. Xudo xolasa mana shu yerdan xullas bir narsa qilib qayirib olishim kerak. Mashina yo'q qaytdi. Bismillah. Bunaqa tor joydan o'zi qaytib bo'lmaydi. Mumkin emas u. Biz harakat qilyapmiz. Bir sepni ko'ringlar. Tushirgan joyimizdan voy, mashina ham shunaqa baqirib beryapti. Xudo xolasa qaytib oldik mana. Sekin yo'lga chiqdik. Quyosh lekin rosa uryapti akalar. Xudo xolasa 77 kilometr ko'rsatyapti. 77 kilometrga bosamiz hozir. Hoppa, mana. Tavda krug bor deyapti-yu. Kalsavoydan biz to'g'riga o'tib ketamiz. Havo lekin juda joy bo'lyapti. 17 gradus. Yengil futbolkani kiyib yuradigan manzara bo'lyapti. Hali top-havo bo'lyapti. Voy, bemuni qaranglar, bemuni. Voy. Biz ham yetishib qolarmiz, xudo xolasa. Tabiatni qaranglar, o'sha bugun 11-mart bo'lsa, yam-yashil. Tabiatni ko'ryapsizlar. Yam-yashilni qaranglar. O'zbekistonda hali daraxtlar gullagan yo'q. Mana yerda daraxtlar endi ko'karaman deb ko'karaymikin yo'qmikin deb turibdi, sekin barg chiqaryapti daraxtlari. O manzarani qaranglar. Chap tomon, o'ng tomon.
birinchi Yevropaga kelgan odam bu manzara deb faqat u bilan kuni o'tib ketadi. Bir 2 oy, 3 oy. Keyin sekin ob-havoga moslashgandan keyin bilinmay ketadi. Ular yo'lga chiqdik, akalar inshaalloh 70 kilometrdan keyin 4 ta bus yuklaydigan joyga yetib boramiz. Sekin yo'lda yana videolar olib ketaman. Fransiya chegarasidan o'tib ketyapman. Xudo xolasa Fransiya chegarasi va yerda Yevropaga kelganlar biladi. Xullas, o'ta umuman haligi post, pasport kontrol unaqa narsalar yo'q. Shunchaki o'tib ketiladi. Belgiyadan Fransiyaga o'tyapman, xudo xolasa. Mana yerda yo'l bering. Sinaka turgan ekan, u mashina keldi orqamdan. Xafa bo'lmaysan endi, jigar. Juda sekin shomga yaqinlashyapti, hozir qorong'i tushadi, xudo xolasa. 360 kamerani ulayman desam, ovozim yaxshi bormaydi unda. Sal uzoqroqda mikrofoni yaxshi-yu, lekin uzoqroqda bo'lgani uchun ovozda yaxshi yozib olmaydi. Xudo xolasa 34 kilometr qoldi, 77 kilometrdan 34 kilometr qoldi. 34 kilometrdan yetib boramiz. Bu firma soat 6 gacha ishlar ekan. Men yuklaydigan joy soatni ko'ryapsizlar, soat 17:55. Xudo xolasa yetib keldim zavodga. Ertaga kirib yuklayman. Mana shu yerga keldik. Inshaalloh ertaga soat 6dami, 6:30 где-то kirib yuklayman. Ammo bugun 4 marta yuk tushirdim. 4 ta ertalab shunaqa yomg'ir yog'di. Ovozlarim ham o'ldi. Bunaqa charchadim, ishoninglar. Inshaalloh ertaga kirib yuklayman. Ish hamma joyda og'irda. Bu ishda yengili yo'q. Xuddi Yevropada bo'lsin, xuddi O'zbekistonda bo'lsin, hali Xudoyim odamzodga chidalmaydigan sinovni bermaydi. Xuddi o'shandek qo'limizdan kelmaydigan ishni baribir qilmaymiz. Qilamiz ishlarda og'irmi? Xullas ishda yengili yo'q. Og'ir bo'lsa ham o'sha sabrimizga yarasha bo'ladi-da. Shuning uchun Xudo xolasa ertaga kirib, o'sha qorong'i ham tushyapti. Chiroqlarni yoqib qo'yganman. Ertaga yuklayman. Mashinani ichi barday bo'lib yotibdi. Ko'ryapsizlar, men mashinaning ichida joy yo'q qo'ygan. Avtobusda ishlash shunaqa bo'ladi-da. To'g'ri, ko'pchilik nimaga mashinaning ichi barday ko'p deydi. Shu joyda yo'qligi sababli-da. Xudo xolasa kuzatib boringlar, ertaga Xudo xolasa mashina yuklashimizni ko'rsataman. Mana 4 ta busni yuklab bo'ldim. Ertalab soat 10. Ko'ryapsizlar, 4 ta busni yukladim. Inshaalloh endi yo'lga chiqaman. Yo'lga chiqib Germaniya tomonga yuraman. Ertalab yuklayotganimda xullas menejer yozibdi. Sen kech qolding, kecha yuklashing kerak edi deb yozibdi. Bo'ldi, endi yuklamaymiz dedi. Men o'sha bittasini yuklab bo'ldim. Telefon mashinaning ichida edi. Eshitmay qoldim. Xullas dicha tanbeh berib qo'ydi. Kayfiyatni joyiga tushirib qo'ydi xullas. Xudo xolasa yo'lga chiqamiz. Bitta zavodda ancha mashina sig'adi. Bu tomon, o'ng tomon, chap tomon. Xudo xolasa yo'lga chiqib yana bir sizlarga aloqaga chiqaman, to'g'ri. Yo'lga chiqdim, Xudo xolasa sekin ketyapman. Mashinani o'zini mana shu traller 19 metr, uzunligi 19 metr. Buni cho'zsa bo'ladi, mashina yuklayotganda yuklash uchun oson bo'lishi uchun orqasidan trap chiqadi-da. Shoti deydi. Shunaqa shotisini hozir maksimalniy uzunlikda chiqarib qo'ydim. Yuklashda iloji yo'q bo'lmasa. Uni chiqardim. Mashinani o'zi shu trapdan yana bag'iga yarim metr chiqib turibdi. Yarim metrdan keyin znak bo'ladi, negabaritniy znak bo'ladi-yu. Men zavodning ichida videoga ola olmadim. Mumkin emas. Xullas, shu trap anaqasi, ota nima edi? Negabaritniy znaki bilan 24 metr bo'ldi. Akalar, 24 metr. Hozir
ilohim gayi pay to'xtatmasa, chunki bu maksimalniy uzun bo'ldida. Buni ko'rgan gayi, men o'tib ketayotgan gayi sirrazi sezadi. Ilohim to'xtatmasa bo'ldi. Chunki busiklarda men yuklagan busiklarda uzun kaltasi bor ekanda. Menda ikkita kalta berdi, ikkita uzun berdi. Uzunni o'zi 1 metrdan qo'shilganda 2 metr uzun, boshqa mashinalarga qaraganda oldida bittasi ketyapti, bitta kollega ketyapti. O'sha 4 ta kalta yuklab olgan, u darajada uzun emas. 21 metr bo'lsa kerak. 2 metr o'zi u uzunligi, xullas gemoroy bo'lyapti-da. Inshaalloh sog' salomat yetib olaylik. 400 ana oldimdagi mashinani ko'rsatay sizlarga. O'sha mashinani ko'ryapsizlarmi? Oldida avtobus ketyapti. Ana o'sha ham yuklab olgan, ana shu. Ana shu bilan birga yukladik. Uniki sal kaltaroq. Uni gayi indamasa kerak, lekin meniki maksimalniy uzun bo'ldi. Salomat yetib olay. 450 kilometr, 470 kilometrmi shunaqa ko'rsatyapti. Xudo xolasa duoda bo'lib turinglar, sog' salomat yetib boraylik. Yo'lda zapravka bergan. 67 kilometrdan keyin zapravka qilib olaman. Baklarni to'ldiraman. Bakim ham o'sha oz qolgan. Qaranglar. Yarim bak AdBlue ham oz qolgan. Xolasa AdBlue'larni zapravka qilib hozir Belgiyadan o'tib ketaman Germaniyaga. Hozir Fransiyada Lil shaharchasi bor. Bilsalaring kerak, chegara. Belgiya bilan Fransiyaning chegarasida joylashgan. O'sha Lildan o'tib Belgiyadan o'tib keyin Germaniyaga kirib ketaman. Germaniya Karlsruhe tomoniga ketaman shekilli. Shu Karlsruhe tomonda. Xolasa yana bir zapravka qilayotganda videoga olaman, to'g'ri. Maksimalniy podeshkada bo'linglar. Belgiyada o'sha zapravkaga keldim. Ochiritni qaranglar, ochirit sassib yotibdi bor-ku, furalar o'zi ham 2 soatda keldim qaranglar. Orqalar ham probka bo'lib yotibdi. Xullas, Belgiyada men o'sha Eron urushi, neft, o'sha narsalar bizga ta'sir qilyapti shekilli. Zapravkalarda salarkalar o'sha dizel kam, ochirit shunchalik, ana katta yo'ldan kelyapman bor-ku, o'sha 1 soatdan oshdi. Shuncha ochirit. Xolasa yana 1,5 soatda kirib borsak kerak zapravkaga. Ochiritni qaranglar ko'pligini. Mani bakim yarim turibdi. Xullas to'ldiramiz buni. Chiroqli qilib to'ldirib bos. Bu avtobuslar shtorkaga o'xshab 1000 necha litr olmaydi-da. Ular 1400 yo 1200 litrlik baklari bo'ladi. Bularda 600 litr xolos. 1,5-2000 kilometrda tugab qolaveradi tezda. Keyin yo'lda ketayotgandim, kolonka pix qilib, hali big'illab turadi. Yo'lda ketayotgan joyimda yechdim, kolonkani yechdim. Hop, hozir bir manetlarda simlarni qaranglar. Mashinani eskiligi uchun o'zimiz sekin noldan yig'ib olyapmiz mashinani. Hozir bir narsa qilib payiga tushaman. Qani kolonka nima big'illayapti, nima bo'lyapti? Meni baytafonni tagidan bir ko'rib tekshiraman. Magnitofonda xullas qaysidir kino ko'rib ketiladimi, nimadir qilib nazar qilib ketiladi-da. Yo'lda ketayotganda telefonda o'zini ovozi past bo'ladi-yu, eshitilmaydi. O'shaning uchun magnitofonni ulab olish kerak. Zapravkani qilib oldim. Polni bak salarkani qo'ydim, yo'lda ketyapman. Manzarani endi ko'rasizlar. Manzara nima deyapti, tog'alar? Chotki manzarada ketyapmiz. Belgiyani atmosferasini qaranglar, hali bizda daraxtlar gullagan yo'q, bag'da yam-yashil ikki tomon. Yam-yashil bo'yotibdi. 360 kamerani qo'yganimizda bunda ham zo'r atmosferani ko'rsatib berardi-yu. Mayli. Bir safariga kechirdik. Yo'lda tomosha qilib ketaverasizlar.
mashinadan xavotir olib ketyapman akalar. Bu uzunligidan inshaalloh sog' salomat yetib borsam bo'ldi. Uzunligidan hozir gay-bayi bir narsalar boshni qotirmasa yo'q bo'ldi deb ishoninglar kalima qaytarib ketyapman. To'xtatib qolsa bormi? Endi boshqacha yuklashda iloji yo'q-da bu yukni. Firma to'lashi kerak bo'ladi aslida. Chunki bu mashinani boshqachasiga sig'dirib bo'lmaydi. Lekin problemada ortiqcha gap talashish, sen o'zing kaltaroq qilib yuklashing mumkin edi, u bu deyishi mumkin. O'shaning uchun baribir xavotir oladi odam. Hatta mashinalar, voy kamera bor ekan. Buni tuqorilar aeroport shekilli, aeroport. Qorovulxonasimi? Endi bilmasam. Aeroportmi? Lekin manzara maza qilyapman manzarada borib. Yam-yashil ikki tomon. Ana mashinani ham rangi yashil. O aeroport ekan, o yerda samolyot bor, qaranglar. Samolyot bor ekan. Aeroport. Sheriklar, короче, men bitta probkada qolib ketdim Belgiyada. 2 soat bo'ldi hali yurganim yo'q, probka ko'rsatyapti yo'lda. Jigaram sigaret chekib, xohlaganini qilib ketyapti. Hamma siqilgan, o'g'ilgan, signal cholyapti o'zini bir-biriga. U o'tib ketdi shekilli ana mashina, lekin bir-biriga signal cholyapti. Tinchlikka bo'lsin, baxayr bo'lsin deb biz ham sekin ketyapmiz to'g'ri. Hatta mashinalarni qaranglar. Jigar bir narsa, Jigar Trans degan bitta firma ochamiz shekilli. Jigar Trans. Jigar Trans. Nima bo'lyapti? O, rabochilar. Jigar Trans. Nima qilaylik? Yevropada bitta Jigar Trans degan ochilaymi bitta firma. Jigar Trans. Qo'yadi Elmurod. Haqnazarov. Kayfiyatni ko'taraman desam ham o'zim aldalmayapman xullas bor. Nima qilsam kayfiyat ko'tariladi. Chota yolg'ondan kulib beryapman, bir narsalar qilyapman. Ishoninglar, probkada qolish yomon kasallik bu. Bu psixoterapiya bu, hali miyani davleniyasini, bosimini o'lchab ko'rish. Voy, mashinani diskasini qaranglar, kayf qildim. Mashinani o'ziga alohida tema. Tepadan turib, lekin bitta sirda aytib qo'yay, furadan tepadan turib, butun ayollarni sumkasini ichidagi narsalar ham ko'rinib ketar ekan. Ba'zida ko'zim tushib qoladi. O'zim olib qochaman, bilmaganlikka olaman, lekin ko'rinib qoladi to'g'ri. Ko'rinib qoladi, keyin hayol ketdi ayolga, ayol ketdi hayolga. Oyog'imni tagidan yo'qoldi, keyin sekin survoraman to'g'ri. Qaranglar, unisi baxtdan tiqiladi, bunisi yog'dan tiqiladi. Birovni bolasini hozir so'kay desam, ota-onasiga yetib borsa, ota-onasi xafa bo'lib qoladi. Shuning uchun indamasdan, o'ng tomonda kimdir uxlab qolibdi, bor-u, o'ng tomonni qaranglar, kelishmayapti. O'ng tomondagilar uxlab qolishibdi. Xullas, menimcha mashinalar bir-biridan ajoyib bor-ku Yevropada. Yevropa deyaveramiz debsan. Yevropadaligini bilinglar degan maqsadda Yevropani qo'shib ko'proq gapiramizki, sal aktiv ko'tarilsin. Kodda ishton yo'q, Yevropada deb qo'yamiz tog'alar, xafa bo'lmaysizlar endi. Sizlar bilan dildan suhbat bo'lyapti hozir.
hozir men ham o'ng tomonga o'tishim kerak ekan. Ixtiyoriy majburiy. Bo'lmasa 15 sutka qamoq jazosi kutyapti. O, netda. O, ko'ryapsizlarmi? Mana hozir anonga o'tib qolsin-da. Voy, ko'ryapsizlar mana. Mashinalar o'ng tomonga o'tish qat'iyan shart degan. O malaka so'zmi? Malako bir narsa reklama qilib ketyapti. Mayli. Xohlasa amallaymiz hozir. Kutmagan joydan zarba beramiz, to'g'ri. Kutmagan joydan. Shpoq. Ha? Hozir probkadan chiqib olayman, sizlarga aloqaga chiqaman. Germaniyaga kirib kelganman. Hozir mana to'xtadim. Voy, ertalab yo'lga chiqqanman, o'zlaring bilasizlar. Ishoninglar, oyoq bir-biriga yopishib qolgan. Faraz qilinglar, ertalab soat 9 da rolga o'tirib, mana o'zi shom bo'ldi, shom payti bo'ldi. Shomda o'sha stolchadan turyapsizlar o'rinlaringni. Ikkita oyoqni orasidagi tuxumlar xullas bir-biriga yopishib ketadi, ishoninglar. Xudoga shukr. Sabr qilamiz, to'g'ri, sabr qilamiz. Xullas kecha emas, 3 kundan berimi og'zim anaqa bo'lgan. Sovuq suv ichganman. Sovuq suv ichganim hisobiga mashinalarni qarayman. Sovuq suv ichganim hisobiga xullas mana oxirdagi tish bo'ladi-yu, shu xuddi yong'oqdek ishib ketgan. O'sha tishim hali milk deydimi nima, o'sha narsa ishib ketib 2 kundan beri shunaqa azob beryapti. Yomon og'riyapti o'zi ham. Bundan ustiga shunaqa bu nolish yoki boshqa ma'noda aytmayapman, prosta ish ko'rib qo'ylar, yengil emas demoqchiman. Endi baribir O'zbekistondan turib ko'rishadi hali. Yevropada ishlab yurgan odamga bu ish qiziq emas. Shuning uchun balonlarni har bittasini 4 ta balonda baylab chiqqanman. Bularni hozir uni balon tegyaptimi yo'qmi? Qaranglar. Balon tegyaptimi? Lazma tepadagi mashina ham hozir bitta ko'ramiz. Ko'ryapsizlar. Bizning sehrli tayoqchamiz bor, uzayadi. Insta 360 tayoqchasi bu. Uzun bo'ladi. Xudoga shukr, mana yetib keldik mana shu Germaniyaga. Men lekin Germaniyaga oxirgi marta 3 oy 4 oy bo'lgan ekan kirmaganimga. Sekin qorong'i tushyapti, o'sha bizni to'qcha ham yaxshi ishib ketganda mana bor-ku. Ushasam og'riyapti, mana shu yerlar ishib ketgan. Musofirchilikda mana shunaqa narsa, mana shunaqa dard berishi odamni qiynaydi. Xudoga shukr, masalan bundan battar bo'lishi mumkin edi-yu. Mayli, alhamdulillah. Mayli, biz joyga yetib olib yana aloqaga chiqamiz. Bu videoni o'zi ham 2 kundan beri tayyorlayapman. Like-ni bosasizlar, to'g'ri. Assalomu alaykum. Akalar, ajoyibmizlar, charchamayapsizlarmi? Salomatmisizlar? Bugun ertalab turdik, hali ko'zlar uyquga to'ygan yo'q. Ertalab soat 7:30. Erta bilan turdim, xudo xolasa, Nemiston ko'chalarida ketyapman. Ozgina qoldi, 19 kilometr qoldi, xudoga shukr. Sog' salomat yetkazib boraylik yukimizni. Xullas, manaqa bu avtomagistral yo'l emas-da bu. Hali oddiy qishloqdan qishloqqa ketadigan yo'l. Bu yerda mashina, katta mashina to'xtaydigan joy yo'q bu mahallada. Shuning uchun bitta zapravka bor ekan, zapravkani orqa tomoniga, qishloqda zapravkasi bor ekan, orqa tomoniga bir narsa qilib sig'dirdim. Mashina uzunligini bilasizlar.
Politsiya kelyapti. Politsiya mesela. Politsiyaga o'xshab keladi. Mashinasi shunaqada politsiyani ham. Plus mashinani amallab sig'dirib, damni olib, meni ertalab chiqib turib yo'lga chiqdik. Inshaalloh 10-15 minutda yetib boraman. Yukchani bo'shataman. Mendan xursand odam bo'lmasa kerak. Mendan baxtli odam. Chunki bu mashinani ko'rgan gayi to'xtatish kerak edi. Men hozir yukni tushirishdan oldin harakat qilaman. Bitta videoda ko'rsataman sizlarga. Mashina o'ta uzun. 19 metr bo'lishi kerak. Standart bu 24 metr bo'lib ketgan. Uzun cho'zilib ketgan. Shuning uchun onlaring sog' bo'lsin, duoda bo'lib turinglar, sog'-salomat musofirda yuraylik. Yuk tushiradigan joyimga yetib keldim, xudo xolasa. Mana o'sha joy. O'tga buslarda tushirishim kerak. Ko'ryapsizlar? Xullas, mashinamning uzunligini sizlarga ko'rsataman dedim. Hozir sizlarga ko'rsatay shu narsani. Mana aytib polniy uzun chiqqan. Xullas, mana 19 metr qatgacha bo'lishi kerak. Mana manetgacha uni taklanadi, uni bunday kirgizsa bo'ladi. Mana uzunroq qilib. Xullas, manetgacha bo'lishi kerak. Mana masjidgacha bo'lsa 19 metr bo'ladi. Hozir buni qaranglar. 1 2 3 mana 3 metr shuncha qo'shilgan. Tushunyapsizlarmi? Hozir polniy uzunligini qo'shganmiz. Bu 23 metr yoki 24 metr chiqadi kamida. O'shaning uchun rosa xavotirda keldim. Alhamdulillah sog' salomat yetib keldik taolo. Nimasdan omad voqib keldim, Xudoga shukr. Indaman, lekin ko'rgan politsiya borki to'xtatardi borku. Xudoyim asrayman desa hech narsa emas, qaranglar. Narigi tomonlarda mana balonni izlari joyi tegmay deb turibdi. Tegamanmi yo'qmi? Xudoga shukr. Sog' salomat yetib keldik. Akalar, keyin yana bitta masala. O'zbekistonda furachilar bo'lsa, Telegramda qiynalib yurmanglar, akalar. Xullas, bitta kompaniyacha ochgan bizni o'rtalarimiz Yolo Logistik degan. Hozir men Instagramda qanaqa qilib kirishni ko'rsataman. Mana Instagramda Yolo Logistik deb yozsalaring chiqadi. Mana buni kichkinaroq qilib. Mana Yolo Logistik kirasizlar. Xullas, men pastiga yozsalaring, mana bossalaring, mana shu Yolo Logistikka bossalaring, mana mana shu yerdan yuk qidirasizlar. Mana Samarqand, Rossiya, O'zbekiston, Buxoro. Xullas, ko'ryapsizlarmi? Toshkent, Rossiya, Tomsk, Toshkent, Samarqand, Andijon. Xullas, xohlagan joylaringdan yuk topsalaring bo'ladi. Telegramda xullas sizlarni ustlaringdan pul yeyishadi-yu. 80 ta Telegramga obuna bo'lib, qatdan yuk qidiray, nima qilay, qanaqa qilay deb yurishdan ko'ra shu platformaga kirsalaring, akalar. Registratsiyasi adashmasam 50 mingda atrofida. Kirib, xudo xolasa o'zlaringga yuk topsalaring bo'ladi. Chegarada yo boshqa joyda qolib ketmaysizlar, yuk qidirib yo qatdan qidiray, nima qilay deb o'tirmaysizlar. Kirib podpiska ham qilib qo'yinglar, akalar. Jonlaring sog' bo'lsin. Kim kuzatgan bo'lsa, men shu yerda videoni to'xtataman. Kirib bu yukni bo'shatib, keyingi adres Mercedes yuklagani ketaman. Mercedesda AMG shu zo'rlarni yuklagan kiraman. Iloji bo'lsa, atta ham bir video qilaman, akalar. Jonlaring sog' bo'lsin. Podpiska, like, kommentariyani ayamanglar, akalar.